Endi meni ham alohida xonam bo'ladi. Orzu qilma. Senga quloq solmaydilar. Yordam berasanmi? Onam bilan sen gaplash. Gaplashib bo'pman. Mehrimoq, iltimos. Biron yo'lini o'zing toparsan. Topaman albatta. Lekin bundan nima foyda menga? Nima istasang shuni beraman. Mehmet nega haligacha shu yerda? Nega uning alohida xonasi yo'q? Shoshmaslik kerak. Vaqti kelib hamma narsasi bo'ladi. Mohidavron sultonni deyapmi? U ruxsat bermayapti. Mehmetga shunday degandim. Onamni behuda gaplaring bilan xafa qilma dedim. Qo'llaridan kelmaydi hozir dedim. Bu haqda Mohidavron sulton qaror berishi kerak. Axir ichki saroyni u boshqaradi-ku. Undan izn so'rarkanmanmi? Istagan paytim Mehmetga xona ajratishim mumkin. Unda nega ajratmayapsiz? Amr etganingizdek, shahzoda Mehmet uchun xona tayyorlayapmiz. Meni arslonim. Vaqt keldi. Endi o'z xonangda yashaysan. Suyukli akajonim, xona muborak.